Hamma narsada erkinman bilan. Yolg'iz qolganda ham muammo kuzatilmasligi mumkin nutqida. Mana o'zidan so'raymiz. Yaxshi Sardor, yolg'iz qolganingizda nutqingizda muammo kuzatiladimi, yo'qmi? Kuzatilmaydi. Bemalol gapirasiz. Ana ko'ryapsizmi? Bu yerda ham erkinlik bor. Bolani ongi erkinlikni his qilyapti va uni ko'zi ko'ryaptiki, atrofda hech kim yo'q. Uni quloqi eshityaptiki, uni hech kim eshitmayapti. Unga hech kim diqqat e'tiborini qaratmayapti. Aynan o'sha paytda nima bo'ladi? Nerv sistemalarida hech qanday uzilish bo'lmaydi va bola erkin, har qanday bola emas, nutqida muammosi bor hamma o'sha paytda erkin, bemalol gapiradi. Demakki bizda nima bor? Ravon nutq bor. Faqatgina uni shakllantirishni bilmayapmiz. Odamlar orasida biz uni boshqarishni bilmayapmiz. Shuning uchun ham nutqiy muammo kuchayib ketyapti. O'zbek tarbiya bo'lganligim uchunmi uyga keladi, shu adamning yuziga qarolmaydi. Bu narsa deymoqchi bo'lsa ham terizmani aytadi. Uyaladi, hayajonlanadi. O'g'lim, men o'zimga yet o'sha narsani. Nimaga oyingga aytasan, oying menga aytishi kerak, menga ayt, men o'sha narsani qilib beraman sen. Ortada jon dedi-yu, qarib yana men orqali aytishadi. Kattasi ham bu ham.